Assalomu alaykum. Sizda ikkinchi darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bu darsda siz bilan Notion interfeysi bilan to'liq tanishib chiqamiz. Xo'p, demak boshladik. Ko'pchilikda Notion oq rangdagi mana shunday qora rangni ochish mumkin va barchaga tushunarli va yaxshi ko'rinadigan bo'lishligi uchun buni hozir ichki interfeysini birinchi o'rinda rangini o'zgartirib olamiz. Ikkita anaqasi bor, ya'ni ikkita rang bor. Qora, mana shunday qora dark rejimi bor va light, ya'ni oq rangdagi rejim bor. Buni qanaqa o'zgartiriladi desangiz, mana tepada chap tomon qismiga kiramiz. Mana bu 3-4 ta anaqaga e'tibor bermaysiz. Bu meni boshqa akkauntlarim bo'ladi. Sizda bo'lmasa, uni hech qanaqa xavotirga tushish kerak emas. Mana bu yerdan settings kiramiz. Mana bu appearance qismidan mana dark turibdi. Dark o'rniga biz light qo'yamiz va Notionimiz oq rangga o'tadi. Xo'p, demak, interfeys bilan tanishuvni davom ettiramiz. Mana bu yerda qidiruv qismi bor. Bu qidiruv qismi Notion'ning eng yaxshi funksiyalaridan biri hisoblanadi. Sababi siz ko'proq ma'lumotlarni, qancha ko'p ma'lumot save qilib borganingizdan sari ularni joyini unutib borishingiz mumkin. Bu hammada bo'ladigan narsa. Mana shu joydan kirib siz biror bir key so'zini yoki istalgan biror so'zni yozib, o'sha so'z yoki o'sha fayl qayerda joylashganligini va o'sha faylga sizni yo'naltirib yuboradigan qism hisoblanadi. Ya'ni bu qidiruv bo'limi. Hop, Notion AI. Notionda ham sun'iy intellekt bor. Bu boshqa intellektlar, sun'iy intellektlar bilan integratsiya bo'lgan holatda ishlaydi. Bu haqda keyingi darslarimizda batafsil ko'rib chiqamiz. Keyin bizda home page bor. Bu home page hozir bizda bo'sh bo'lishi mumkin. Mana bu asosiy bizaniki hisoblanadi. Mana bu Notion o'zi taklif qilayotgan qanaqadir templatelar, funksiyalar hisoblanadi. Hozircha bizga home page haqida, home page'imizda qanaqadir informatsiya bizga tegishli ma'lumotlar bo'lmasligi mumkin, lekin keyinchalik sizda nima bo'lishligi haqida ma'lumot berataman. Home page bu bizning asosiy page'imiz hisoblanadi. Siz qaysi page'ga ko'p kirsangiz, sizda qaysi bo'limlaringiz bo'lsangiz, qanaqa eng ko'p foydalanadigan va sizga eng kerakli ma'lumotlar aynan shu home page saqlab turadi. Bu qanaqadir o'ziga xos sizga qulaylik yaratishi mumkin. Endi keyingi qismga o'tamiz. Inbox. Inbox bu nima desa, sizga qanaqadir Notion'dan keladigan bildirishnomalar, biror bir email orqali biror bir do'stingiz taklif qilsa, do'stingiz sizga qanaqadir Notion orqali xabar yuborsa, mana shu inbox qismiga kelib chiqadi. Misol uchun, qanday qilib men o'zimning xodimimni Notion page'imga, akkauntimga dastur berish mumkin yoki qanday qilib boshqa menga dastur berish mumkin. Agar biror bir do'sti sizga Notion'dan dastur berish emas, inbox qismiga keladi va undan siz xabardor bo'lib turib, mana shu yerda xabarlar ketma-ket yig'ilib turadi. Xo'p, buni demak yopamiz. Endi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, private qismi bor, team space degan qismi bor. Private bu shaxsiy degan hisoblanadi. Shaxsiyda siz faqatgina o'zingizga tegishli page'lar, ma'lumotlar, hamma narsalarni o'sha private'da saqlashingiz mumkin. Team space bu jamoa bilan ishlasangiz, barcha jamoa a'zolaringiz ko'rib turadigan team space hisoblanadi. Buni qanaqa qilib osonroq tushuntirib o'taman. Private'da faqat shaxsiy bo'ladi, uni hech kimga share qila olmaysiz. Agar uni siz kimgadir share qilsangiz, kimnidir bilan bo'lishsangiz, u private'dan chiqib ketadi. Team space ma'lum bir sizning a'zolaringiz bo'ladi. U yerga qanaqa ma'lumot qo'shsangiz, avtomatik tarzda sizning jamoa a'zolaringizga ko'rinib boradi. Xo'p, pastki qismda kalendar bor. Notion kalendar oldin yo'q edi. O'tgan yili bu Notion kalendar paydo bo'lgan, ya'ni Notion kalendarni chiqarishdi. Bu Notion bilan birgalikda integratsiya bo'lgan holatda ishlaydi va juda kerakli funksiya hisoblanadi. Notion kalendari bilan ham keyingi darslarimizda batafsil to'xtalamiz, chunki bu haqida ham o'rganayotgan ma'lumotlarimiz juda ham ko'p. Hop, davom etamiz. Settings qismi bor. Settings qismida juda ko'p ma'lumotlar bo'lganligi sabab hammasini bilishingiz kerak emas. Bizlar jarayon davomiga eng keraklilari, biror bir o'zgarishlar, biror bir ma'lumotlar va sizga tug'iladigan savollar ustida chatda yozishingiz mumkin, lekin aynan nastroyka qismida ko'p narsani o'rganib chiqishimiz kerak bo'lmaydi hozircha. Templates. Notion dunyo bo'ylab eng kuchli ekspertlarni, ya'ni shaxsiy rivojlanish, produktivnost bo'yicha ekspertlar yoki umuman o'zini maxsus template'lari, eng ko'p foydalanadigan qanaqadir shablonlarni o'zi share qilib beradi. Bu nima narsa? Barchaga oson bo'lish uchun, hamma birgalikda, ya'ni kollaboratsiya qilib yoki boshqalarni yaratgan yaxshi narsadan foydalanish uchun yaratilgan. Biz qanaqa foydalanamiz, bundan nima o'rganishimiz kerak degan savolga javob berib o'taman. Biz ham mana shu yerdan tayyor shablonlardan darsimizda davomida yoki keyinchalik o'zingiz uchun foydalanishingiz mumkin. Faqatgina agar siz Notion'da boshlang'ich bilimga ega bo'lmasangiz, bu yerdan shablonlar, qanaqadir tizimdan olganingizdan foydasi yo'q. Chunki siz faqatgina uni ko'rib qanaqadir ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin, lekin mohiyatini tushunmasangiz, yetarli darajada bu shablonlarni foydalana olmaysiz. Shuning uchun birinchi boshlang'ich Notion bo'yicha bilimlarga ega bo'lib, keyin o'zimizga kerakli birorta shablonlar, sistemalar, qanaqadir kerakli boshqa Notion tayyor template'lardan foydalansa bo'ladi.
trash qismi o'zimizdan oddiy kartinkaga o'xshaydi. Ya'ni siz odalit qilgan hamma narsalaringiz mana shu joyda yig'ilib boradi. Hozir nimagadir chiqmayapti. Hop, qilib boraylik bitta. Bitta qaydamiz. Hozir. Settings kiryapti. Trashga o'tamiz. Mana trash anaqa ko'rinishda ochiladi. Siz butun Notion ishlashingiz davomida uchirgan narsalaringiz mana shu joyga kirib boradi. Masalan, o'tgan darsimda eslasangiz, mana bu joydan borib move to trash qilganda o'chirib yuborgan narsalarimiz mana shu joyda saqlanib boryapti. Help. Bu yordam hisoblanadi. Bu siz biror bir Notion support bilan bog'lanishingiz mumkin yoki Notion'ni umumiy ma'lumotlar, ya'ni dokumentatsiyasi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Keyboard shortcuts bu qisqa biror bir qismini bossak, tezda bizga qanaqadir funksiyani chiqarib berish hisoblanadi. Masalan, command #1 yozsak, mana slash command bir qilib bitta bossak, mana katta headline ochib berish mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni headline deb yozib qo'yamiz. Va bu katta, mana ko'rsangiz, mana buni pastga tushsak, kichik so'z yozish mumkin. Lekin bizga yana katta anaqa kerak bo'lsa, headline kerak bo'lsa, u haqida uni o'sha shortcutlardan foydalanib, ya'ni qisqartmalar deb nomlasak bo'ladi buni. Xo'p, what's new? Bu Notion'da bo'ladigan yangiliklar, join us Notion qanaqadir communityga qo'shilishi haqida ma'lumot bo'ladi. Invite members. Notionga o'zida qanaqadir a'zolarni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Adashmasam, agar o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin Notionda masalan siz bepul versiyasida faqatgina bittagina member, ya'ni ikkita member bo'lib foydalanishingiz mumkin hisoblanadi. Agar ko'proq member qo'shmoqchi bo'lsangiz, uning uchun plus versiyasini olishingiz kerak bo'ladi. Bu yer orqali ya'ni member qo'shib chiqamiz. Endi o'ng tepaga o'tamiz. Bu yerda mana Notion pagesni qachon oxirgi marotaba redaktorovat qilganingizni ko'rsangiz bo'ladi. Qachon oxirgi marotaba biror bir funksiya bajarish yoki qanaqa ma'lumot kiritganingiz mana shu yerdan ko'rinib bo'ladi. Mana share qismi. Share qilish funksiyasini shu yerdan bajaramiz. Masalan, boshqa emailimga, endi tasavvur qiling, boshqa shaxsga mana shu page'ni share qilmoqchisiz. Buni qanaqa amalga oshiramiz? Mana shu yerga email kiritasiz. jafaroripov007@gmail.com. Mana chiqib keldi. Mana pastga chiqib keldi. Menda oldin ham turganda, oldin foydalanganim uchun, o'zimni emailim bo'lgani uchun chiqib turibdi. Sizda chiqmasligi mumkin, lekin to'liq Gmailga to'g'ri kiritganingizdan so'ng o'sha odam xuddi menikidek ko'rinishi paydo bo'ladi. Uni bosib, bu yerdan tanlaysiz. Full access bermoqchimisiz? Faqatgina redaktor qilishga bermoqchimisiz? Komment yozish uchun bermoqchimisiz? Faqatgina ko'rish uchun, ya'ni ko'ra oladi, hech qanaqa funksiya bajara olmaydi, yoza olmaydi, o'chira olmaydi, ma'lumot kirita olmaydi. Biz masalan full access qilamiz deb invite qilamiz. Demak, mana shu Jafaroripov 007 pochtamga ochilgan Notion'ga inbox qismiga xabar boradi va u yer orqali kirib, aynan mana shu page-ga qanaqadir redaktor qilib, qanaqa ma'lumotlar kiritish mumkin. Xo'p, share qismida keyin ko'rib chiqadigan narsamiz bu publish hisoblanadi. Publish bu aynan mana shu Notion'da mana shu page-ni share qilish, ya'ni web brauzerga o'tkazish hisoblanadi. Bunda nima funksiyani bajaradi desangiz, hammada ham Notion bo'lmasligi mumkin. Shu mana shu joydan siz publish qilish orqali istalgan odamni mana shu Notion'da ochgan pages orqali ularga share qilishingiz mumkin hisoblanadi. Hozir sizga nimadir noaniq, tushunarsiz ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin tushunib jarayonda darsni o'rganib ketursangiz, bemalol tushunib ketasiz. Bu hech qanaqa panikaga tushish kerak emas. Publish orqali masalan, mana shu pagedan publish qilsak, bo'ldi. Mana bunaqa funksiyaga ko'k yonib o'chadi va u publish bo'ladi. Mana bu joydan linkni copy qilib, istalgan odamga uni share qilsangiz, istalgan odam linkni bosish orqali, o'zini web brauzerga kirish orqali o'sha page ga kira oladi. Masalan, biror bir ma'lumot kiritamiz. Darsda page-ni publish qildik. Nuqta. Test deymiz-da. Nuqta qo'yib qo'yamiz. Endi mana bu joydan kirib, qani publish bo'lganmi yo'qmi holatini tekshiramiz va buni o'chirib tashlab, linkni copy qilib, yangi linkimizni bu yerga kiramiz. Xo'p. Mana ekan. New page test. Xo'p, bizga nima faqat test ochdi. Mana bu joyda buni ko'rinmayapti. Bitta load qilamiz, yangidan ochamiz. Mana ekan. New darsa page-ni publish qildik, test. Xuddi bu link orqali kirgan odam faqatgina ko'ra oladi, qanaqadir ma'lumot nimadir redaktor qila olmaydi. Sababi
Notion shunaqasiga imkoniyat beradiki, hech qanaqa domen sotib olmasiz, hech qanaqa dasturchilarsiz o'zida qisqagina web page'ni yaratishingiz mumkin hisoblanadi. Plus versiyasida ko'p funksiyalar bor, lekin aynan biz free Notion orqali istalgan page'imizni publish qilib, boshqalarga link orqali share qilishimiz mumkin hisoblanadi. Xo'p, demak davom etamiz. Mana bu joyda comments qismi bor. Bu comments qismida siz endi comment bossangiz, mana bu page'ni pastki qismida comment qismi paydo bo'ladi. Bu yerda siz o'zida jamoa a'zolaringiz yoki o'zingiz qanaqadir qilishingiz mumkin kerak bo'lgan narsalar ma'lumotlarni save qilib yozib ketishingiz mumkin hisoblanadi. Masalan, 2-3 kishi bilan ishlasangiz, bugun qanaqadir ularga task berishingiz mumkin. Bugungi vazifalarni bajaringlar deb qanaqadir vazifalar berishingiz mumkin. Yoki bugun soat 5:00 meeting qilamiz. Barcha kelishi shart desangiz, mana shu pejga dostopi bor hammaga xabar boradi siz komment yozganingiz haqida va ular kirib bugun meeting borligi haqida ko'rishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu joydan kirib edit qilib qo'yamiz. Okey, boshlanadi. Mana komment yozishingiz mumkin. Komment kim yozganini, qachon yozganini va nima yozganini ko'rib turishingiz bo'ladi. Xo'p, boshqalar ham buni ko'rib, o'zlarining qo'shimcha kommentlarini yozib, qanaqadir sizga o'qiganliklari haqida ma'lumot qoldirishlari mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Mana bu yerda add favorites qismi bor. Agar siz buni bosadigan bo'lsangiz, siz page'laringiz ko'p bo'lib ketgandan so'ng o'sha page favorites bosib qo'ysangiz, mana bu yerda favorites, ya'ni yoqtirganlar desa bo'ladi. Ya'ni siz to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketishingiz mumkin hisoblanadi. Demak, buni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, bizda private hop. Mana. Endi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Boyna mana bu private qismida new page'imiz, mana new bir qilib qo'yaylik. New page'imiz mana private qismi turgandi, lekin biz uni share qilishimiz bilan u shared bo'lib o'tib qoldi. Demak, davom etamiz. Xo'p, mana bu 3 ta nuqtachani bossak, biz bu yerdan nimalarni o'rgansak, nimalar qilsak bo'ladi, nima funksiyalarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Buni ko'rib chiqamiz. Birinchi amaliyotdan publishni tushirib qo'yishimiz kerak. Unpublish qilamiz. Hop. Bu yerdan yozadigan shriftimizni birinchi o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, biror bir xabar yozamiz. Masalan, yozgan xabarimizni shriftini o'zgartirib ko'ramiz. Masalan, hop, qilamiz. Mana sherif o'tkazamiz. Mono. 3 ta variant bor. O'ziga kerakligini tanlab, istalgan shrift yozishingiz mumkin bo'ladi. Small text mana. Tekstlaringiz qanaqadir ko'rishga qiynaladigan bo'lsa yoki siz kattaroq shrift xohlashingiz mumkin, kichikroq. Uni mana bu joydan o'zgartirib, o'ziga mosini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Full width nima degani? E'tibor bersangiz, mana bu joyda bo'sh joy bor. Agar mana bu joyda full width yozib qo'ysangiz, to'liq joylashadi mana. Deyarli bo'sh joy qolmaydi. Mana bu joydan mana bu joygacha to'liq ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu hamma o'zini aytib o'tganimdek, Notion o'ziga kerak bo'lgan qulayliklarni yaratib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerdan qanaqadir o'ziga moslab olish funksiyalari bor, uncha muhim emas. Shuning uchun keyinchalik ko'rib chiqsa bo'ladi. Lock page qilsak, agar mana shu page'ni biz bloklab qo'yamiz va hech qanaqa klaviaturani bossa ham biror bir ma'lumot kiritishni xohlasangiz ham, kommentdan tashqari mana pastki qismga hech qanaqa ma'lumot kirita olmaymiz, uni redaktor qila olmaymiz. Xo'p, demak, shuni tomonidan sizga biror bir editlarga qanaqadir takliflar berish mumkin. Mana shu suggest edits bilan chiqadi. Undo, bu masalan biz biror bir funksiya bajaramiz. Nima yozsak? Masalan, planner tayyorlashimiz kerak deb qo'ysak, mana bu joydan kirib undo bossangiz, oxirgi bajarganimizni o'chirib tashlaydi. Ya'ni o'zimizdan command Z funksiyamizni bajaradi. Xo'p, davom etamiz. Copy link. Share'dan tashqari mana bu yerda copy link bor. Bu copy link qilib istalgan biror bir do'stingizga buni share qilishingiz mumkin. Bunda qanaqa bo'ladi? Agar boshqalarga sizning Notion akkauntingizga dastur bo'lmasa, mana bu yerdan share qilmagan bo'lsangiz ham, bu link orqali kirib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Bu ikkinchi variant hisoblanadi share qilishingiz uchun. Xo'p, yana davom etamiz. Duplicate qilishingiz mumkin. Xuddi mana shu page duplicate qilsangiz, mana ki private'da bir yangi page ochildi. Xuddi shu page'ni birga bir copy qilib beradi. Xo'p, share'ga qaytamiz. Endi move to qilgani bu
bir pageni ikkinchi page biror bir joyda ko'chirish uchun foydalaniladi. Buni dars davomida keyin ko'rib chiqsak bo'ladi. Move to trash qismi bu yerda ham bor, ya'ni udalить qilish. Import boshqa joydan biron bir ma'lumotni Notion page'ga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, import funksiyasidan foydalanamiz. Export mana shu Notion'ingizni, mana shu page'ga nima ma'lumotlar kiritsangiz, qanaqadir nimalar yozsangiz, qanaqa informatsiyalar, qanaqa funksiyalar bajarsangiz, shuni eksport, ya'ni ko'chirib olish imkoniyati egasiz. Buni hozir siz bilan test qilib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni eksport qilsak, bizga qanaqa foydaga, masalan, PDF qilib ko'chirmoqchimiz. Hozirgi ko'rinishini hamma narsani ichiga olish kerak. Hop, A4 formatda, demak, eksportni bosamiz. Ozroq kutamiz. Mana, demak, ko'chirib oldi. Buni ochib ko'rsak bo'ladi. Mana ki. Hozir yaratgan page'imizni sizlar Notion'dan ko'chirib oldik. Endi keyingi funksiyaga o'tamiz. Turn into wiki bu murakkabroq funksiya hisoblanadi. Qanaqadir wikiga aylantirish funksiyasi hisoblanadi. Bu hozircha bizga kerak emas. Updates analytics bu mana shu Notion pages'da, mana shu aynan mana shu qismida qanaqa o'zgartirishlar kiritgansiz, qanaqa vazifalar bajargansiz, qachon ko'p foydalandingiz yoki qanaqadir umumiy ma'lumotlar haqida analitika va update'lar, ya'ni o'zgarishlar haqida ma'lumot saqlab boradi. Xo'p, version history deydi. Masalan, mana shu pages'da, ochgan pages'da qanaqa katta o'zgarishlar, ya'ni bir kun masalan 10 ta yoki 300 ta so'z yozgandingiz, keyin kun qanchadir 1 soat, 2 soat ishlab qanaqa ko'proq ma'lumot kiritish, bu Notion'da versiya bo'lib o'zini historysi saqlanib bo'lib boradi. Masalan, biz bugun birinchi page anaqaga versiyaga o'tsak, faqat mute o'zi turganchida. Keyin biz masalan hozirgi holatni mana bunaqa holatga olib keldik. Ya'ni 3 qator yozdik. Bu ma'lumotlarni kiritgan sari ko'plab o'ziga to'planib boradi. Bu nima uchun qulay? Masalan, qanaqadir ma'lumotlarni kiritdingiz va eski holatini buzib qo'ydingiz yoki eski holatga qaytarmoqchisiz. Shunda kirasiz mana shu joydan. Version historyga kirasiz. Mana ko'rib chiqasiz. Bu nechidir kunlik, nechidir oylik bo'lishi mumkin. O'shanga qarab, nechidir minutlik bo'lishi mumkin. O'shanga qarab keraklisini tanlab olib, bosib, mana shuni mana restore qilsangiz, oldingi holatiga qaytib qoladi. Biz hozir buni qilishimiz kerak emas. Deleted pages, masalan, mana shu ekranimizda ochgan biror o'chirib yuborgan page'imiz bo'lsa, uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana ki. Notify me deb qo'yib, ya'ni menga bildirishnoma yubor. Biror bir odam komment yozsa yoki qanaqadir kommentda sizga qanaqadir topshiriq bersa, meni emailimga yoki Notion orqali telefonimga bildirishnoma keladi. Qanday ishlaymiz? Bu boshqa ilovalar bilan, boshqa dasturlar bilan Notion'ni birgalikda bog'lash funksiyasi hisoblanadi. Open in Mac deb qo'yibdi. Men hozir MacBookdan foydalanayotganim sababli MacBook appni ochish, ya'ni web brauzerdan emas, MacBook app orqali foydalanishim uchun mana shu Open in Mac appni bossam ochilib ketadi. Xo'p, hozir sizga nima narsani tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana bu page'lar, mana bu yerdagi har bittasi alohida ochib tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin biz keyingi darsda siz bilan Notion'da page'lar va bloglar haqida gaplashamiz. Borgan sari sizga tushunarsizlik va ulardan detalli tarzda foydalanishga harakat qilamiz. Darsni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.